Endi keyingisi qaranglar, xondroblast hujayralari. Xondroblast hujayrasi shakli yumaloq yoki ovosimon, organoidlar kuchli rivojlangan, yadrosi yumaloq yoki ovosimon markazda joylashgan bo'ladi. Bu hujayra to'ppa-to'g'ri aytyapsan. Mitosilda bo'linib ko'payadi, mitosilda. Bundan tashqari holatda bu hujayra asosiy sintez qilib beradigan hujayra hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri yakka holatda joylashadi. Demak, albatta periferiyada joylashgan bo'ladi. Mana periferiya turibdi. Tabi jiyaning tog'ay bo'ladigan bo'lsak, mana periferiya haqida gaplashyapmiz. Biz periferiyada turibdi. Endi keyingisi, buni prexondroblast hujayralari mitosilda ikkiga bo'linib, ichkari tomonga qarab yurib, o'z navbatida xondrotsit hujayralarga aylanadi. Men bularni hammasini qo'rqmasdan xondrotsit hujayrasi deyapman. Nima uchun? Chunki ular juft holatda turibdi. Mana qaranglar, juft holatda turibdi. Juft holatda. Bu hujayralar o'z navbatida xondrotsit hujayrasi shakli yumaloq yoki ovolsimon, yadrosi yumaloq yoki ovolsimon markazda joylashgan, asosan sintez vazifasini bajarib beradigan xondrotsit hujayrasi hisoblanadi. Nima dedik? Yosh xondrotsitlar asosan qaranglar, periferiyada joylashgan bo'ladi. Buni hujayralar aro moddasi to'ppa-to'g'ri suyuq bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Prostaglandinlardan tashkil topgan bo'ladi. Prostaglandinlar. Endi qaranglar, bu hujayralar markazga o'tgan sari qarilashishni boshlaydi, qariqlashadi. Attirlashadi, disksimon bo'ladi. Hujayra shakli disksimon bo'ladi. Hujayralar aro modda qattiq bo'ladi, o'z navbatida qo'yiqlashgan bo'ladi. Bu o'z navbatida qari xondrotsit hujayralari. Endi biz aytdik, giyaning tog'ayda o'rganganimizda aytdik, hujayralar ikkitadan 8tagacha izogen orolchalar yoki bo'lmasa xondirilgan orolchalar ko'rinishida uchraydi dedik. Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bular bor-ku, izogen orolchalar yoki xondirilgan orolchalar deyiladi. Nima uchun izogen orolcha, xondirilgan orolcha hosil qiladi? Buni oddiy tushuntirib beraman. Xo'p, masalan, men xondrotsit hujayrasidan mitosilda bo'linib ko'paydimda kelib yo'qqa. Yo'q ekan. Mitosilda bo'linib ko'paydimda mana biz ikkita bo'lib oldik. Biz ikkalamiz ham o'z navbatida kollagen to'lashlar chiqaryapmiz, elastik to'lashlar chiqaryapmiz, buni atrofimizga to'layapmiz. Biz yana ikkalamiz mitosilda bo'lindik deb yo'qqa turib yoniga. O'ting yo'qqa. Mana mitosilda bo'lindik deb 4 ta bo'ldik. Yana ishlab chiqaryapmiz, kollagen to'lashlar chiqaryapmiz, elastik to'lashlar chiqaryapmiz va atrofimizga tarqab ketolmayapmiz. Nima uchun? Biz atrofimizni to'la bilan to'ldirib oldik. Chiqib ketolmayapmiz mana shu to'la bilan to'ldirganimizda. Yana qaytadan to'rtalamizda mitosilda bo'linganimizda 8 ta hujayraga aylandik. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bo'ldi, chiqib turinglar. Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bular ham o'z navbatida izogen orolchalar, xondirilgan orolchalar. Bular qanday bo'lyapti? Bitta mitosilda bo'linib ko'payyapti-da, mana ikkita hujayra hosil qilyapti. Ikkita hujayra yana atrofiga kollagen to'la elastik to'lashlar chiqaryapti. Bu ham ikkalasi ham mitosilda bo'linyapti, 4 ta hujayra hosil qilyapti. Bu ham kollagen to'la elastik to'lashlar chiqaryapti, lekin atrofiga tarqab ketolmayapti. Va mana shu bitta hujayradan tarqagan avlodni biz xondirilgan orolchalar yoki bo'lmasa izogen orolchalar deb aytamiz.